Assalomu alaykum azizlar, barchangizga a'lo kayfiyat hamrohligini tilagan holda O'zbekiston 24 telekanalida O'zbekiston vaqti bilan dasturini boshlaymiz. Assalomu alaykum, xayrli kun yurtdoshlar. Bugun biz yangi lokatsiyadan sizlarga yangi va yaxshi xabarlarni taqdim etishga shaymiz. Albatta, bugun 18-may Xalqaro muzeylar kuni. Shu munosabat bilan biz shahrimizning eng diqqatga sazovor maskandamiz, ya'ni Temuriylar tarixi davlat muzeyidamiz. Bu yerni esa ikkinchi Renessans davrini o'zida aks ettirgan haqiqiy madaniyat koshonasi deyishimiz mumkin. Va so'nggi rekonstruksiyadan keyin muzey zamonaviy texnologiya markaziga aylandi va bu haqda biz dasturimiz davomida batafsil ma'lumotlar berib boramiz. Qani ketib bo'lmasa muzeyga. Marhamat. Demak, biz hozir Temuriylar tarixi davlat muzeyidagi asosiy zaldamiz, ya'ni asosiy qismdamiz va bu yer Amir Temur hamda uning vorislari davridagi boy madaniy meros, ilm-fan hamda davlatchilik tarixini aks ettirgan muhim qism hisoblanadi. Xaritaga nazar soladigan bo'lsak, bu yerda Amir Temur bobomiz barpo etgan buyuk saltanatning sarhadlari aks ettirilgan. Nargiza, bu yerdagi mahobatni qarang. Bu yerdagi aks sadoni qarang. Haqiqatdan ham tarixiy muhit hukmron. Va aslida bilasizmi, Suhrob, yurtimiz bo'ylab 130 dan ziyod muzeylar faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, 1200 dan ziyod turli yo'nalish va soha muzeylari ham bor va eng e'tiborlisi saqlanayotgan eksponatlar soni 3 milliondan ziyod. Va quvonarli jihati, so'nggi yillarda yurtimizdagi barcha muzeylar xuddi biz turgan maskan kabi yangidan rekonstruksiya qilindi va tubdan yangicha qiyofa kasb etmoqda. Xuddi shunday, yana qariyb 150 yil tarixga ega O'zbekiston tarixi davlat muzeyi ham yaqindagina rekonstruksiyadan so'ng qayta ochildi. Ilk lavhamizda muzeydagi o'zgarishlar bilan birgalikda tanishamiz. Marhamat. Muzey o'tmish va bugun bir nuqtada uchrashadigan tarixiy maskan. O'zbek xalqining 3000 yillik davlatchilik tarixi, qadriyatlari va madaniyatini o'zida mujassamlashtirgan O'zbekiston tarixi davlat muzeyi esa ana shu jonli xotiraning ko'zgusi. Yillar davomida o'z ahamiyatini yo'qotmagan ushbu muhtasham inshoot hali hamon tarix nafasini o'zida saqlab kelmoqda. Endi esa mana shu tarix sahifalarini birma-bir ochgan holda muzeyga sayohat qilamiz. Azaldan poytaxtimizning tashrif qog'ozi vazifasini o'tagan O'zbekiston tarixi davlat muzeyi devorlarida ajdodlar merosi, asrlar davomida shakllangan sivilizatsiya izlari mujassam. 1876-yilda Toshkent muzeyi nomi bilan tashkil etilgan ushbu maskan uzoq vaqt oralig'ida turli nomlar bilan ataldi va nihoyat 1994-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq davlat muzeyi maqomini oldi. Shu tariqa u nafaqat mamlakatimiz, balki butun Markaziy Osiyodagi ilk va eng nufuzli muzeylardan biri sifatida tarix sahifalaridan munosib o'rin egalladi. Bugungi kunda muzey ekspozitsiyasida tosh asridan boshlab zamonaviy davrgacha bo'lgan tarixiy taraqqiyotni aks ettiruvchi noyob ashyolar jamlangan. Fond tarkibini arxeologik topilmalar, numizmatik kolleksiyalar, etnografik hamda antropologik yodgorliklar tashkil etadi. Qadimiy kulolchilik va to'qimachilik namunalaridan tortib, tarixiy hujjatlar va san'at asarlarigacha bo'lgan boy meros esa muzey xazinasining yanada salmoqli hamda qimmatli bo'lishiga xizmat qilmoqda. O'zbekiston tarixi davlat muzeyini bu yil 150 yillik yoshini nishonlash arafasida turibmiz va o'zini 1,5 asrlik tarixi davomida o'zbek xalqini, bu yerda yashagan millat va elatlarning madaniyatini o'zida mujassam qilib, juda ko'p kolleksiyalarning shakllanishiga, to'planishiga sabab bo'lgan muzeylardan biri hisoblanadi. 20-asrning 60-, 70-, 80-yillarida juda ham ko'p ekspozitsiyalar tashkil etilgan ushbu muzeyda. Bu arxeologiya bo'yicha ekspozitsiyalar, etnografiya yo'nalishlari bo'yicha va
Mana shu ekspozitsiyalar natijasida ham juda ko'p bu yerga ashyolar qabul qilingan. Ekspozitsiya zalimiz 3 va 4 qavatlarda joylashgan bo'lib, mana 3 qavatimiz insoniyatni O'zbekiston hududida yashagan topilmalar bilan biz boshladik. Shu bilan birga biz 3 qavatimizni o'zbek milliy hunarmandchiligi, o'zbek milliy etnografik ma'lumotlarini moddiyatda ko'rsatishga harakat qilib, etnografiya bo'limini alohida tashkil qildik. Qavatimiz mana shu eng qadimgi davrdan Temuriylar davrigacha bo'lgan davrni qamrab oladi. 4-qavatimizni esa Temuriylardan keyingi davr miqyosida biz boshlashimiz kerak va shuning uchun biz xonliklar davri bilan boshladik. Xonliklar davrini ham tashrifchilarga uni qanchalik o'ziga xos xususiyatga ega bo'lganligini ko'rsatuvchi juda ham chiroyli artefaktlarni qo'yishga harakat qildik. Qolaversa, fotosuratlar orqali hamda elektron digital manbalari orqali ham bu davrni boyitishga harakat qildik va shu davr ketma-ketlikda 4-qavatimiz mustaqillikning qo'lga kiritilishi, bugungacha bo'lgan davr doirasida ham biz 2 qismga ajratib, rivojlanishlarimiz ko'lamini bir-biriga bog'lagan holda yoritishga harakat qilindi. Muzeyning eng original eksponatlaridan biri bo'lgan Budda va Kohinlar haykali milodiy 1-3 asrlarga tegishli bo'lib, Fayoztepa, Ko'hna Termizdan topilgan va u o'zida o'sha davr ruhini aks ettiradi. Ayni vaqtda muzeyda 2 yil davomida olib borilgan ta'mirlash ishlari yakuniy bosqichiga yetgan bo'lib, mazkur yangilanishlar inshootning xalqaro standartlarga mos texnik va zamonaviy imkoniyatlarni kengaytirish bilan bir qatorda ajdodlar merosini kengroq tadqiq etish, yangi eksponatlar ilmiy yondashuvlar asosida muzey fondini boyitishga turtki bo'ldi. Prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Mana salkam 2 yil davomida mana shu muzeydagi qurilish ishlari, birinchi marta kommunikatsiya tizimlari o'zgartirildi. Issiq sovutish tizimlari qaytadan yangilandi. Shu bilan birga mana shu yerga keladigan turistlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatish masalalari ham hal etildi. Ya'ni bu yerda ko'zi ojizlar uchun alohida yo'laklar, aravachalar uchun ham maxsus mana shu liftlar tashkil etildi. Bugun mana yangi biz eksponatlarni bu yerga qo'ydik. Tariximizni kam yoritilgan joylarni ko'proq qilib ochib, ko'proq yangiliklarni kiritishga harakat qildik. Amir Temur va Temuriylar davri Renessansi yoki bo'lmasa birinchi Renessans davri, ya'ni uyg'onish davri bo'yicha ham qadamlar muzeyda qo'yildi. Shuningdek, ma'rifat va milliy uyg'onish uchun kurashgan jadidlar xotirasiga bag'ishlangan materiallarning muzey ekspozitsiyasidan joy olishi tarixiy jarayonlar uzviyligini ta'minlab, kuzatuvchilar nigohida bu davrning mazmun mohiyati yanada chuqurroq anglashilishiga zamin yaratadi. Oldinga intilmoq ko'p yaxshidir. Kelajakka qo'l bermoq ko'p foydalidir. Ammo shuni unutmangki, moziga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir. Xalqni o'zini mustaqilligi uchun kurashgan insonlarni umuman bu muzeyda ko'rish taqiqlangan edi. Mustaqillik sharofati bilan mana muzeylarimizni oldiga qo'yilgan maqsadi ham, vazifalari ham tubdan o'zgardi va biz mana shu muzeyda tariximizni keng targ'ib qilishga va bir vaqtlar o'g'ilmagan sahifalarni ochib, yangi nomlar, bizni mana shu 20-asr boshida ma'rifatimiz uchun, bizni ozodligimiz uchun, barkamol avlodni tarbiyalashda juda katta xizmat ko'rsatgan ma'rifatparvar jadidlarimiz haqidagi mana ma'lumotlarni qo'yishga muyassar bo'ldik. Rekonstruksiya jarayonlari boshlanishidan avval yiliga 180 mingga yaqin sayyohni qabul qilgan ushbu manzil ishlar to'liq yakunlangach yanada ko'proq tashrif buyuruvchilarni o'ziga jalb qilishi kutilmoqda. Bu esa yurtimizda muzeyshunoslik sohasiga bo'lgan e'tiborning ortib borayotgani, tarixiy merosni asrab-avaylash va uni keng jamoatchilikka yetkazish borasidagi sa'y-harakatlar uzluksiz davom etayotganini ko'rsatadi. Muhtaram prezidentimizni muzeylar bo'yicha olib borayotgan islohotlariga nazar soladigan bo'lsak, oxirgi 10 yil ichida O'zbekiston muzeylarini hayotida juda ham katta o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Albatta biz buni muzeylar to'g'risidagi mana shu qonunga o'zgartirishlar kiritilishi, bu ham muzeylar hayotidagi juda katta tub burilish yasagan jarayonlar deb aytsak ham bo'ladi. O'zbekiston muzeylari shunaqangi bir katta qadam bilan olg'a ketyaptiki, mana bu yilga ochilgan Islom sivilizatsiyasi markazi, shu bilan birga yaqindagina mana Temuriylar tarixi davlat muzeyini yangi rekonstruksiya qilingan ekspozitsiyasi, mana O'zbekiston tarixi davlat muzeyida hozir rekonstruksiya jarayonlari deyarli tugadi. Nima aytmoqchimanki, oxirgi 5 yilda O'zbekistonda muzeylar hayotida bir katta
paytda shov-shuv bo'ladigan voqealar juda ham ko'p bo'lyapti. Har doim jahon muzeylariga havasimiz kelardi, ulardan o'rganishni xohlardik. Shunaqa vaqt keldiki, jahon muzeylari endi hozir Islom sivilizatsiyasi markazi ochilgandan keyin ular o'zlari muzeylarni tashkil etish yo'nalishidagi erishgan yutuqlarini ham e'tirof eta boshlashdi. Biz ko'p bora yuzlanadigan tarix shunchaki o'tgan davr emas, balki har gal yangidan ma'no ochiladigan jonli merosdir. Shu bois unga yangicha nigoh bilan qarash, uni kelajakni anglashga xizmat qiladigan mustahkam poydevor sifatida idrok etish demakdir.